Bir nechta oshxona hiylalari, ularni hamma ham bilmaydi. Mukammal qaynatilgan tuxumni tayyorlashni xohlaysizmi? Shunchaki xalq tilida aytganda ovqat cho'mishni qaynab turgan suvda qizdiring, yog' bilan yog'lang va tuxumni ehtiyotkorlik bilan ichiga soling. Oq qismi tezda qotib, ideal shaklda qoladi. Sho'rvangizda ortiqcha yog' bormi? Muammo yo'q. Bir necha dona muz kubini cho'michga solib, uni sho'rva yuzasida aylantiring. Yog' tezda cho'mich devorlariga yopishib qoladi. Qovurishdan keyin qoraygan yog'ni tozalash kerakmi? Shunchaki kraxmalni suv bilan aralashtiring. Issiq yog'ga quying va kuzating. Barcha iflosliklar zichlashib yuzaga chiqadi. Keyin esa ularni bemalol yig'ib olishingiz mumkin. Magazindan olingan go'shtni tez eritish kerakmi? Issiq suvga tuz va sirka qo'shing. Go'shtni 3 daqiqa davomida shu eritmada ushlang. U yumshoq va shirali bo'ladi. Yog' butilkalarini tashlamang. Ichiga guruch, ozgina idish yuvish vositasi, sirka va iliq suv soling. Bilaman, hozir kommentariyada butilka emas, bakalashka degan izohlar ko'payib ketadi. Nima bo'lganda ham biz davom etamiz. Yaxshilab chayqang, shunda qulay oziq-ovqat idishi hosil bo'ladi. Yana foydali oshxona maslahatlari kerakmi? Unda keyingi tavsiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.